Kechqurun soat 4, hozir sizlarga shunaqa zo'r yengillikni ko'rsataman. Mana bu aka Bobur akani tanisizlar. Nima olib kelibdilar menga hozir ko'rasizlar. Birinchilardan bo'lib Galaxy S26 Ultra. Yangi ochilmagan 512 talik, naqd $2,500 512 talik, lekin kelishtirib berishadi. Translyatsiyasi hali bo'lmadi Galaxy S26 Ultra. To есть bugun kechqurun soat 10 da yoki 11 da taqdimoti bo'lib o'tadi, lekin taqdimot boshlanmasdan oldin Friends Store S26 Ultrani olib kelib qo'yishibdi. Xudo xohlasa mana shu smartfonni biza obzor qilamiz YouTube ga ham, Instagram ga ham. Ochig'i bormi? Ko'rsating. Mana shu obunachilarga bitta ochig'ini. Mana qo'lingizga oling, bunday oching. Mana ochig'i. Mana Galaxy S26 Ultra. Mana kamera obodоклari ozgina o'zgarishlari bor. Mana nakleykalari ham olinibdi, faqatgina o'zingiz uchun ishlatib qo'ydinglar, ozgina ishlatib ko'rdinglar. Xullas $2,500 lekin kelishtirib berishadi. Birinchilardan bo'lib mana shu Friends Store olib kelib berishdi va mana shuni endi xudo xohlasa 1-2 kunlardan keyin obzorini chiqazaman Galaxy S26 Ultrani va kamera testlarini ham qilib ko'ramiz. iPhone bilan ham solishtirib ko'ramiz. Narxlar sekin-sekin tushib boradi. Nima deysiz? Kundan-kun. Gap yo'q lekin. Magarda zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, mana Friends Store atmetga qilib qo'yaman va mana shu aka uchun ham bitta like bosib qo'yinglar. Eshigimni tagigacha yetkazib berishdi mana shu telefonni. Gap yo'q lekin. Hozir nechta bor? Bundan 3 ta hozircha. 3 ta. Gap yo'q lekin. Bemalol zakaz qilib urasizlar.